Assalomu alaykum. Sizlar bilan ushbu sonda implantatsiya amaliyotida qo'llaniladigan maxsus kulishlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Ushbu kulishlar bir necha xil bo'ladi. Energ sistemasi bilan ishlash jarayonida odatda sizda turli xil klinik holatlarda 5 xil turdagi kulishlarga ehtiyojingiz bo'lishi mumkin. Ulardan birinchisi short turdagi kulish hisoblanadi. Ushbu 5 turdagi kulishdan, ya'ni hand driverdan 3 turi jarrohlik to'plamida mavjud bo'ladi. Ularning birinchi turi kalta turdagi hand driver bo'lib, ushbu hand driver og'izda odatda familiyalarni qotirish, transferlarni yechishga mo'ljallangan jarayonlarda ishlatiladi. Frontal sohalarda abatmentlarni fiksatsiya qilish uchun uning uzunroq long turdagi hand driverdan foydalaniladi. Bundan tashqari, hammangizga ma'lum, Enrich implant sistemasini abatmentlari og'iz bo'shlig'iga qotirilgandan so'ng qaytadan yechish vaqtida maxsus kulish, ya'ni removal driver turdagi maxsus hand driver talab etiladi. Ushbu turdagi hand driver implant bilan abatmentni bir-biridan ajratib olish uchun ishlatiladi. Gohida bizga murojaat qilgan bemorlarda og'iz ochilish jarayoni ozroq chegaralangan, malyar sohalarida qolip olish yoki familiyalarni qo'yish, qotirish jarayonlari bir oz qiyinchilik tug'diradi. Ushbu holatlarda ishlatish uchun maxsus ultra short turdagi kulishlar ham mavjuddir. Bemorlarimizga odatda vaqtinchalik qoplamalar qo'yib bergandan so'ng uni doimiy qoplamaga almashtirish uchun nafaqat abatment bilan birgalikda qoplamani bir vaqt o'zida yechib olish talab etiladi. Ushbu holatlarda gohida oddiy removal driverlarimiz kaltalik qiladi, vintlarni yechib olish uchun yetarlicha uzunlikka ega bo'lmaydi. Ushbu holatlarda ishlatish uchun maxsus extra long turdagi 18-25 mm uzunlikdagi kulishlardan ham foydalanish mumkin bo'ladi. Ushbu 5 turdagi kulish implantlar bilan ishlash jarayonida odatda kunlik ish faoliyatimizda duch keladigan holatlardan biridir. Ushbu 5 turdagi kulish bilan ish jarayonimizda odatda to'qnashib turamiz. Odatda kundalik faoliyatimiz davomida ishlatilgan 3 xil hand driver: short, ya'ni kalta, long hamda removal driver, ya'ni abatmentlarni yechib olishga mo'ljallangan. Ushbu hand driverni boshqa driverlardan farqli ravishda ishchi qismida rezbalar mavjudligi bilan farqlanadi. Bizda boya aytib o'tganimizdek, og'iz bo'shlig'ida ochilish chegaralangan bemorlarimiz uchun ishlatish uchun mo'ljallangan ultra short ko'rinishdagi maxsus kulishlarimiz ham mavjud bo'lib, ushbu turdagi kulishdan og'iz ochilishi chegaralangan bemorlarda malyar sohada familiyalarni yechish, qotirish yoki bu sohaga transferlar o'rnatish uchun foydalanish mumkin bo'ladi. Ushbu turdagi frezamiz ultra short, ya'ni juda qisqa kulishlar deb ham nomlanadi. Implantatsiya amaliyotidan keyin odatda bemorlarga vaqtinchalik qoplamalar qo'yib beramiz. Ushbu turda qoplamalar qo'yib berilgandan so'ng vaqtinchalik koronkalarni yechib olish uchun oddiy turdagi kulishlarimiz bir oz kaltalik qilib qoladi. Shu holatda bizga uzun turdagi removal driverlarimiz kerak bo'ladi. Og'iz bo'shlig'iga qo'yilgan koronkalarni bo'shatib olish uchun odatdagi kulishlarimiz bir oz kaltalik qiladi. Ushbu holatda biz maxsus 25 mm kulishlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu kulishlar bizga koronkalarni yechib olish uchun yordam beradi. Energ sistemasi siz bilan ishlash vaqtida siz shu 5 ta kulishga odatdagi holatda duch kelishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, og'iz bo'shlig'ida ishlash jarayonida bugungi kunda multi-unit yoki okta turdagi abatmentlardan ham foydalanish keng tarqalib boryapti. Ushbu turdagi abatmentlardan foydalanganda ularni qotirish va bo'shatish uchun maxsus o'zining kulishlaridan, ya'ni hand driverlardan foydalanish kerak bo'ladi. Multi-unit yoki okta turdagi abatmentlardan foydalansangiz, unda qo'shimcha ravishda multi-unit primoy turlarini qotirish uchun maxsus turdagi primoy kulishlardan foydalanishingiz to'g'ri keladi. Bular multi-unit driver nomlanadi. Burchakli multi-unitlarni og'iz bo'shlig'iga qotirish uchun esa oddiy 1-2 turdagi barcha kulishlardan foydalanishingiz mumkin. Faqatgina og'iz bo'shlig'idan ushbu turdagi multi-unit yechib olish jarayonida sizga maxsus removal drive, ya'niki Enrich implantini og'iz bo'shlig'idan abatmentdan ajratib olish va jarayonda kerak bo'lgan kulishga o'xshash maxsus kulich multi-unit removal driveri kerak bo'ladi. Og'iz bo'shlig'iga o'rnatilgan multi-unit abatmenti. Ushbu turdagi multi-unit abatmentni og'iz bo'shlig'idan yechib olish uchun maxsus
turdagi ключ kerak bo'ladi. Bu ключ remote driverdan rezbalarning bir oz agressivligi bilan farqlanadi. Og'iz bo'shlig'iga ushbu ключ kirgizilgan holatda burash orqali multiunit abbatmenti impantdan ajraladi. Bu faqatgina Henry sistemalar uchun ishlatiluvchi ключ hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'iga qotirilgan, ya'ni 20-25 newton atrofida qotirilgan multiunit abbatmentlarni tepa qismidan tortib, og'iz bo'shlig'idan ajratib olish tavsiya berilmaydi. Ushbu holatlarda multiunit tepa qismiga zarar yetkazib qo'yish holatlari ko'p kuzatilib turiladi.